Men to'g'risi qo'limdan kelganini qildim o'rtoqlar. Ming bor uzr so'rayman hamma ko'rayotgan insonlardan. Kamilga ham kattakon rahmat. Uni yoshida shunchalik jang qilishni o'zi bo'lmaydi. Prezidentimizga kattakon rahmat. Otabek Umarovga kattakon rahmat. Ichki ishlar vazirligiga kattakon rahmat. Men qo'limdan kelganini qildim. Yog'i Bahakatim Olmaliq Bahodir akaga katta rahmat. Trenerlarim Nurislom aka, Rashid aka, Said Azim akaga kattakon rahmat. Tak, Iskan akaga kattakon rahmat. Shu Vesagonkamda bilasizlarmi, bitta narsani uverin aytishim kerak. Nimalardir bahona qilib, nimalardir aytishdan to'g'risi uyalaman. Shunaqa bo'lishi kerak ekan. Bo'ldi. Bitta narsani aniq ayta olaman. Tak, Sulton aka, Timurjon aka shuncha yaratgan e'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Oxirgi oktagon bilan shartnoma qilganimizda 5 ta jangga shartnoma qilgandik va bu o'z yakuniga yetdi. Endi dalshi yana davom ettiramizmi, yo'qmi, qolganini sizlar bilan suhbatlashib, bitta to'xtamga kelib ko'ramiz. Balkim boshqa joyga ketarman, bilmadim, lekin mana shu 5 yil uchun oktagonga rahmat. Mendan ham haqli odamlar bor edi kamarga, lekin shunchalik imkoniyat berganinglar uchun va asosiysi yuzim yerga qaramagani uchun rahmat aytaman. Adilxon Tramplin Kamolov